Hop, barchamizga davom etamiz. Bugun seshanba 17-fevral 2026-yil. Hozir yo'ldan tanishib o'tamiz. Hozir mana shu ko'prik ustidaman. Mana bu yer kombinat. Lo'laga qarab ketadigan yo'l. Hozir aqlini ham tanishtiramiz. Mana bu yer 4-mikrorayon. Hop. Mana bu yer kombinat. Hozir yana qaytaraman. Mana yana aytdim, Lo'laga qarab ketadigan yo'l. Ko'prik ustidaman dedim. Bo'ldi, hozir. Mana bu yer Burchayda Orzu mehmonxona, aeroport qarab ketadigan yo'l. Mana shu chekkani ko'rsatdim. Chekka qirg'og'ini. Hozir tekis to'g'ri yo'lni ham ko'rsataman. Hop, endi yana qaytaraman. Mana bu yer Orzu mehmonxona dedim. Aeroport chekka qirg'og'ida dedim. Hop. Mana bu yer to'g'rida To'raqo'rg'on, Chustpop, Toshkentga qarab ketadigan yo'l mana to'g'rida. Endi yana qaytaraman. Mana bu yer To'raqo'rg'on, Chustpop, Toshkentga qarab ketadigan yo'l. Yana qaytardim. Hop. Mana bu yer 2-mikrorayon. Ko'prikning narigi chekkada 1-mikrorayon. Ana bahor eski stadion mana edi. Endi yana mana yerdan qaytaraman. Mana bu yer 2-mikrorayon. Ko'prikni aqib o'tganda 1-mikrorayon. Mana bu esa Navbahor stadion, eski stadion. Mana bu eski qadimgi bog'. O'rtasiga park. Park desa o'zbekchasiga bog' deydi, ha. Ash joy. Endi yana qaytaraman. Mana o'zi bog'ni ko'rsatdim. Ruschasiga park, parkni o'zbekchasiga bog' deydi. Mana shu eski qadimgi bog'dan. Mana bog'ni ko'rsatdim, yana qaytardim. Hop, endi mana bu yer Zilol do'kon yonida Turkiston restorandan nariroqqa Pahlavon Do'stlikka qarab ketadigan yo'l. Endi yana bitta qaytaraman. Mana bu yer Zilol do'kon, narigi chekkada Turkiston restoran, undagi Pahlavon Yangi bozor avtovokzalga qarab ketadigan yo'l. Mana yana qaytardim. Mana bu yer Akbek ko'rinib turgan orqa tomon bozor, shanba bozor. Mashina qilib tanishtirib o'tamiz. 5-mikrorayon o'sha shanba bozori. Endi yana qaytaraman. Mana bu ko'rinib turgan Akfa 3 qavatli bino, endi aytishimga keldi. Narigi orqasida 5-mikrorayon bozor, shanba bozori. Mana bo'ldi, tanishtirib o'tib bo'ldik.
Hop, ilgari mana shu yerda farangis bo'lgan. Hozir karantindan ilgari olib tashlab, ishonch degan do'kon qilishdi. Hozir baqib o'tib yana bitta qaydaraman bo'ldi. Hop, endi yana qaytaraman. Ilgari farangis bo'lgan. Lekin karantindan ilgari farangis olib tashlab, o'rniga ishonch do'kon. Mana yana qaytdim. Mana shu yo'l, mana chekkada kombinat, chap tomoni 4-mikron, to'g'rida Lola qarab ketadigan yo'l. Mana bu yer kombinat, mana bu tomon 4-mikron. Ner tomon 5-mikron Shanba bozor dedim. Shanba bozor 5-mikron, bu tarafda 4-mikron. Nergi betda kombinat. Mana to'g'rida Lolaga qarab ketadigan yo'l. Lolaga qarab ketadigan yo'l mana shu to'g'rida. Bo'ldi, reklama qilib tugatib bo'ldik. Mana bo'ldi.